Bismillahirrohmanirrohim. 2026 yil ekan. 12-may sanasida turibmiz. Xudo xolasa mana pullarimiz. Mana bular qarab ketyapti bilmayman lekin mana. Ona qarang chiqib ketishini. Ona qarang chiqib ketishini qaranglar bular. Xuddi aytib joy yo'q, chiqib ketyapti mana. Kengga keng, torga tor dunyoda mana. Xudo xolasa go'zal, o'ta go'zal mana. Ko'zlaring go'zallik ko'rsin, aylanib ketay. Mana Xudo xolasa inshaalloh hammasi yaxshi. Hop, shuni qara. Mana o tepaga chiqyapti, pardalar tepalariga. Tosh keldi ularga. Patolokka bitta o'rab qo'yibdi mana. Osini sen balandlarga osini o'ligingni hamma ko'rsin debdi-da bu. O'zini osib qo'yibdi mana bittasi mana. O'zini osib o'libdi. Shunaqa ketyapti mana. O'ragani o'rab, qolgani mana bag'da bagiydiganlar yotibdi Xudo xolasa. Dastani ko'taramizda ertaga nima qilsa. Ya bo'ldi endi Xudo xolasa pishib ketadi shu bilan. Siz nima qilyapsiz adidim? Adidim, siz nima qilyapsiz? O'rang pullarni o'rniga danga salli qilmanglar. O'rab olinglar endi asallarim, shakarlarim ozmuncha siz harakat qilib boqyapsizlar. Sekin-sekin olib, chetlarga qo'yib yuboramiz. Sekin-sekin olamiz. Bular hammasi ipak cho'lg'ayapti bular. Ipak cho'lg'ayapti bular. Osmonga qarab. Shu bir ikkitasi devorning o'zida o'lib qolyapti qandaydir, bilyapsizmi? Bilmasam endi. Bunaqa chiqib nima qiladi? Axir shuncha joy yetmaydimi? Shuncha joy yetmaydimi axir? Ipagini oyog'idan ustun o'ladi. Oyog'idan ustiz o'ladi, oyog'iga cho'lg'ib oladi birinchisini ular. Devor tagida qarang, chiroyligidan qarang. Nimaga qorason bo'lib qolyapti? Mana qorason bo'lib qopti, aytdim mana. Qorason bo'lmaydi. Qorason bo'lyapti, tushunmayapman. Dorilangan bag berganimiz yo'q umuman. 13 kilometrdan kesib kelyapmiz baglarni ham. Hop, mana tushib olib, pastda mana ipak yaltirayapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Olayotgan telefonimiz Redmi 6 Pro. Moskvaga borganimda birinchi sotib olgan telefonim. Voy jonim, mana bu yerda ham adidim, siz nima qilyapsiz betlarda, adidim. Voy. Bunaqa qorason bo'layotgan-a? Ana, sotib. Mana betlarda ham borda mana. Yana tushyapti-da, nima qilsin? Mana ular qorayib qo'ygan qandaydir-chi? Nimaga shu qorayib qolganda, shuni tushunmadim. Qorayib qorason bo'lib qolyapti. Mana bu kishini qarang. Qorasoni ham bo'ladi bir ikkita-yu. Mana bu kishim yeyaptilar bemalol. 2 kundan keyin o'rayman deyotgandek xuddi. Mana bu kishim mana olyaptilar sekin. Yemaymi deb. Mana bu oyog'i osmondan qopti mana. Imkondirda nozikligi. Tepaga chiqarib qo'yamiz bu kishini. Mana go'zallik. Xullas kalom shunaqa azizlarim.